Agar sizning uyingiz, yer uchastkangiz, kvartirangiz, dala hovlingiz yoki merosdan qolgan mulkingiz bo'lsa, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki odamlar orasida yangi qonun nomer 12/377 mulk huquqini olib qo'yadi. Endi hujjati joyida bo'lmagan uylar tortib olinadi. Qarzdorlik bo'lsa mulkdan ayrilish mumkin degan gaplar tarqalmoqda. Men bugun bu masalani vahimasiz, lekin juda aniq tushuntirib beraman. Asl xavf nimada? Kimlar ehtiyot bo'lishi kerak? Kimlar bezovta bo'lmasa ham bo'ladi va eng muhimi, hozirning o'zida qanday hujjatlarni tekshirish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ko'pchilik aynan mayda ko'ringan xato sabab keyin sudma-sud yuradi. Kanalga hozirroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki men bu yerda oddiy odam tushunadigan tilda huquqiy masalalarni tushuntirib boraman. Men bir narsani avvaldan aniq aytaman. Mulk huquqi bu shunchaki uy meniki degan og'zaki gap emas. Mulk huquqi davlat ro'yxatdan o'tgan hujjat, kadastr, shartnoma, meros guvohnomasi. Sud qarori yoki boshqa qonuniy asos bilan tasdiqlanadi. Agar odam 20 yil yashagan bo'lsa ham, agar hujjatlar to'liq bo'lmasa, kelajakda muammo chiqishi mumkin. Oldin ko'p hollarda odamlar uy-joy masalasiga biroz beparvo qarashardi. Masalan, ota-onadan qolgan uyda farzandlar yashayverardi, lekin meros rasmiylashtirilmasdi. Yoki hovli sotib olinardi, pul berilardi, lekin notariusda oldi-sotdi shartnomasi qilinmasdi. Yoki yer uchastkasiga qo'shimcha xona, garaj, do'koncha qurilardi, lekin kadastrga kiritilmasdi. Ko'p odamlar hamma shunday yashayapti, hech narsa bo'lmaydi deb o'ylardi. Endi esa asosiy o'zgarish shundaki, davlat mulki, yer, kadastr, soliq, kommunal va ro'yxat ma'lumotlarini tobora ko'proq yagona tizimda solishtirishni boshlayapti. Ya'ni qog'ozda bir narsa, amalda boshqa narsa bo'lsa, bu tezroq ko'rinadi. Masalan, kadastrda uy taqon kvadrat metr deb turibdi, amalda esa bir daxma kvadrat metr qurilgan yoki yer tomorqa sifatida berilgan, lekin u yerda savdo do'koni ishlayapti. Yoki uy bir odam nomida, lekin u odam vafot etganiga 10 yil bo'lgan, meros ochilmagan. Farzandlar esa o'zaro kelisha olmayapti. Shu yerda odamlar demak, hammaning mulkini olib qo'yishadi deb qo'rqyapti. Yo'q, masala bunday emas. Qonunchilikda mulk huquqini bekor qilish yoki cheklash odatda avtomatik tarzda bir kunda ogohlantirishsiz bo'lmaydi. Buning uchun asos, tartib, hujjat, ko'pincha sud qarori yoki vakolatli organ qarori kerak bo'ladi. Lekin xavf shundaki, agar siz hujjatlaringizni tartibga keltirmagan bo'lsangiz, biror tekshiruv, nizoli vaziyat, qarzdorlik, rekonstruksiya, yo'l qurilishi yoki meros bahsi paytida o'zingizni himoya qilish qiyinlashadi. Asosiy qism 1. Kimlar xavotir olishi kerak va kimlar tinchoq bo'lishi mumkin? Birinchi guruh mulki bor, lekin hujjatlari eski yoki to'liq bo'lmagan odamlar. Masalan, sizda faqat eski uy daftari bor, lekin kadastr hujjati yo'q. Yoki yer ajratish haqidagi eski qaror bor, lekin ro'yxatdan o'tmagan. Yoki uy otangiz nomida turibdi. Otangiz vafot etgan, lekin siz merosni rasmiylashtirmagansiz. Bunday holatda siz men shu uyda 3 yildan beri yashayman deb aytishingiz mumkin, lekin huquqiy bahsda bu yetarli bo'lmasligi mumkin. Oddiy misol. Toshkent viloyatida bir oila 1998-yildan beri hovlida yashaydi. Hovli bobosining nomida bo'lgan. Bobo 2005-yilda vafot etgan. Farzandlar o'zimizniki-ku deb merosga kirishmagan. 2024 yilda nabiralardan biri uyni sotmoqchi bo'ladi. Notariusga borganda ma'lum bo'ladiki, mulk hali ham vafot etgan odam nomida. Endi barcha merosxo'rlarni topish kerak. Kimdir chet elda, kimdir ro'za emas, kimdir ulush talab qiladi. Agar shu davrda uy joylashgan hududda davlat ehtiyoji uchun loyiha chiqsa yoki qo'shni bilan chegara nizosi boshlansa, bu oila o'z huquqini tez va aniq isbotlay olmay qiynaladi. Ikkinchi guruh noqonuniy qurish qilganlar. Men bu yerda faqat katta bino haqida gapirmayapman. Hovlining ichiga qo'shimcha xona qurish, ko'chaga chiqib ketgan devor, umumiy yo'lakni yopib olish, ko'p qavatli uyda balkon kengaytirish, podvalni do'konga aylantirish ham muammo bo'lishi mumkin. Agar qurilish kadastrda aks etmagan bo'lsa, siz uni sotishda, merosga qoldirishda, garovga qo'yishda yoki rasmiy tekshiruvda qiyinchilik ko'rasiz. Masalan, kadastr bo'yicha sizning uyingiz 100 kvadrat metr. Siz 10 yil oldini yana 6 kvadrat metr qo'shimcha qurgansiz. Endi umumiy maydon 1000 kvadrat metr. Agar bu qurilish ruxsatsiz bo'lsa, elektr, gaz, suv tarmoqlariga yuklama oshgan bo'lsa yoki qo'shnining yeriga kirib ketgan bo'lsa, vakolatli organ bu qurilishni qonuniylashtirishni talab qilishi yoki ayrim hollarda buzdirish masalasini ko'tarishi mumkin. Bu butun uyni olib qo'yishadi degani emas, lekin qo'shimcha qurilgan qism katta muammo tug'diradi.
Uchinchi guruh yer uchastkasidan belgilangan maqsaddan boshqa maqsadda foydalanayotganlar. Masalan, yer sizga yakka tartibdagi uy-joy qurish uchun berilgan, lekin siz u yerda ombor, ishlab chiqarish sexi yoki savdo nuqtasi ochgansiz, yoki qishloq xo'jaligi yerida uy qurib yuborgansiz. Yer huquqidan maqsadli foydalanish juda muhim. Chunki yer shunchaki mulk emas, u alohida rejimga ega. Misol uchun, fuqaroning 6 sotiq tomorqasi bor. Hujjatda bu yer turar joyi uchun. Lekin u 3 sotiq qismida avtoservis ochib yuborgan. Qo'shnilar shovqin moy oqishi, mashinalar yo'lni to'sishi bo'yicha shikoyat qiladi. Tekshiruv kelganda ma'lum bo'ladi. Faoliyat turi, sanitariya talabi, yong'in xavfsizligi, yerning maqsadi hammasi buzilgan. Natijada jarima, faoliyatni to'xtatish, qurilmani qonuniylashtirish yoki olib tashlash talabi paydo bo'ladi. 4-guruh katta qarzdorligi borlar. Ko'pchilik qarzim bo'lsa ham uyimga tegishmaydi deb o'ylaydi. Aslida qarzdorlik turiga qarab, sud qarori va ijro tartibi orqali mulkka undiruv qaratilishi mumkin. Albatta, yagona yashash joy masalasi, oila a'zolari huquqi, voyaga yetmagan bolalar manfaatlari kabi himoya mexanizmlari bo'ladi. Lekin katta kredit, aliment qarzi, soliq qarzi, sud qarori bilan undiriladigan zarar bo'lsa, mulk xavf zonasiga kiradi. Misol, odam 300 million so'm kredit olgan, garovga uyining bir qismini qo'ygan. Keyin to'lov to'xtagan, bank sudga beradi. Sud qarori chiqadi. Ijro ishi ochiladi. Qarzdor bu mening uyim, hech kim tegolmaydi deydi. Lekin garov shartnomasiga o'zi imzo qo'ygan bo'lsa, bank garovdagi mulk hisobidan qarzni undirishni talab qilishi mumkin. Bu yerda hissiyot emas, hujjat ishlaydi. 5-guruh ulushli mulk egalari. Masalan, kvartira det kishiga tegishli, ona 2 farzand va 1 nevaraga. Biri sotmoqchi, biri qarshi, biri chet elda, biri hujjatni yo'qotgan. Bunday mulkda har bir harakat murakkablashadi. Yangi tartiblar, elektron ro'yxatlar va kadastr tekshiruvlari kuchaygan sari ulushlar aniq bo'lishi kerak. Aks holda bir kishining qarzi yoki nizosi butun mulk bo'yicha muammoga sabab bo'lishi mumkin. Endi kimlar nisbatan tinch bo'lishi mumkin? Agar sizning mulkingiz davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lsa, kadastr hujjatingiz bor bo'lsa, oldi sotdi yoki meros hujjatlari to'g'ri bo'lsa, qurilish maydoni kadastrdagi maydon bilan mos kelsa, yer maqsadli ishlatilayotgan bo'lsa, soliq va asosiy majburiyatlar bo'yicha katta qarzdorlik bo'lmasa, siz vahimaga tushmasangiz ham bo'ladi. Lekin baribir men bir marta hujjatlarni tekshirtirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki xatolar ba'zida davlat bazasining o'zida ham bo'ladi. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, mulk huquqi va foydalanish huquqi bir xil narsa emas. Ba'zi odamlar men shu yerda yashayapman, demak meniki deydi. Lekin siz ijarachi bo'lishingiz mumkin, vaqtincha ro'yxatda turishingiz mumkin, qarindosh sifatida yashayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin mulkdor bo'lmasligingiz mumkin. Mulkdor kimligini kadastr va davlat ro'yxati ko'rsatadi. Ikkinchi nozik jihat, propiska yoki doimiy ro'yxat mulk huquqini bermaydi. Men bu xatoni juda ko'p ko'raman. Odam kvartirada ro'yxatda turgani uchun mening ulushim bor deb o'ylaydi. Yo'q, ro'yxatda turish yashash huquqi bilan bog'liq bo'lishi mumkin, lekin avtomatik tarzda mulkdor qilmaydi. Agar hujjatda sizning ulushingiz ko'rsatilmagan bo'lsa, siz mulkdor emassiz. Lekin ayrim hollarda yashash huquqingiz, oilaviy huquqingiz yoki sud orqali himoya qilinadigan manfaatlaringiz bo'lishi mumkin. 3-nozik jihat. Merosni kechiktirish eng katta xatolardan biri. Mulk egasi vafot etgach, meros masalasini vaqtida ochish kerak. Ko'pchilik aka-ukamiz o'zimiz kelishamiz deydi. Bugun kelishasiz, ertaga farzandlar, kelinlar, kuyovlar, nevaralar aralashadi. Bir avlod o'tgandan keyin merosxo'rlar soni 3 tadan 15 taga chiqib ketadi. Shunda bitta imzo uchun yillar ketadi. 4-nozik jihat, hujjatdagi maydon va amaldagi maydon farqi. Kadastrda 6 sotiq, amalda 7 sotiq ishlatayotgan bo'lsangiz, bu ortiqcha 1 sotiq sizniki degani emas. Balki qo'shnining yeriga kirib ketgandirsiz, balki umumiy yo'lni egallagandirsiz, balki davlat zaxira yeridir. Devor 20 yildan beri shu yerda degan gap har doim ham huquq bermaydi. Chegara nizolarida geodeziya o'lchovi, kadastr rejasi, yer ajratish qarori juda muhim. 5-nozik jihat, davlat ehtiyoji uchun olib qo'yish masalasi. Agar yo'l, metro, ko'prik, maktab, shifoxona yoki boshqa ijtimoiy loyiha uchun hudud kerak bo'lsa, qonunchilikda kompensatsiya masalasi bo'lishi kerak. Ya'ni qonuniy mulk egasiga odatda baholash kelishuv, kompensatsiya yoki muqobil joy taklif qilinadi. Lekin muammo shundaki, hujjatingiz chala bo'lsa, kompensatsiya olishda qiynalasiz. Masalan, kadastrda kvadrat metr uy bor,
amalda 1 ota kvadrat metr. Baholash paytida rasmiy hujjatda yo'q qo'shimcha qurilish uchun to'liq pul olish qiyin bo'lishi mumkin. 6 nozik jihat, og'zaki sotib olish eng xavfli holat. Kimdir sizga mana uy, pulni ber, keyin hujjat qilamiz desa, juda ehtiyot bo'ling. Pulni berganingiz guvohlar borligi, hatto tilxat borligi ham notarial oldi sotdi shartnomasi o'rnini to'liq bosmaydi. Ertaga sotuvchi vafot etsa, merosxo'rlari chiqadi. Yoki sotuvchi fikridan qaytadi. Yoki mulk garovda bo'lib chiqadi. Siz esa pul bergandim deb sudda isbot qilib yurishingizga to'g'ri keladi. 7-nozik jihat er-xotin mulki. Nikoh davrida olingan mulk ko'pincha umumiy mulk hisoblanadi. Hatto hujjat faqat er yoki xotin nomida bo'lsa ham. Shuning uchun uy sotishda turmush o'rtog'ining roziligi talab qilinishi mumkin. Agar roziliksiz bitim qilingan bo'lsa, keyin sudda bahs chiqishi ehtimoli bor. Bu ham mulk huquqini olib qo'yish emas, lekin bitim bekor qilinishi, ulush ajratilishi yoki kompensatsiya masalasi paydo bo'lishi mumkin. 8-nozik jihat bolalar ulushi. Agar mulkda voyaga yetmagan bolaning ulushi bo'lsa, uni sotish, almashtirish yoki garovga qo'yishda vasiylik organi roziligi kerak bo'lishi mumkin. Chunki bola manfaatlari davlat tomonidan alohida himoya qilinadi. Ayrim ota-onalar buni bilmay, keyin notariusda to'xtab qoladi. 9-nozik jihat. Kadastrdagi texnik xato. Ba'zan odamning hujjati to'g'ri, lekin ba'zida ism, familiya xato kiritilgan. Pasport raqami eski, maydon noto'g'ri, manzil o'zgargan, uy raqami almashgan bo'ladi. Siz buni sotish yoki kredit olish paytida bilib qolasiz. Shuning uchun hujjatni oldindan tekshirish kerak. Endi men sizga aniq harakatlar rejasini beraman. Birinchi qadam, mulkingiz bo'yicha barcha hujjatlarni bir joyga to'plang. Kadastr hujjati, davlat ro'yxatidan o'tganlik haqidagi ma'lumot, oldi sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, sud qarori, yer ajratish qarori, qurilishga ruxsat, foydalanishga qabul qilish dalolatnomasi, soliq to'lovlari, kommunal shartnomalar hammasini alohida papkaga joylang. Agar asl nusxa yo'qolgan bo'lsa, dublikat olishni boshlang. Ikkinchi qadam, kadastr ma'lumotlarini amaldagi holat bilan solishtiring. Hujjatda yer maydoni necha sotiq? Uy maydoni necha kvadrat metr? Xonalar soni, qo'shimcha qurilishlar chegara chiziqlari mosmi? Agar mos kelmasa, darhol mutaxassisga murojaat qiling. Ba'zi holatlarni qonuniylashtirish mumkin. Ba'zi holatlarda loyiha ruxsat, qo'shni roziligi, texnik xulosa kerak bo'ladi. 3-qadam, mulk kimning nomida ekanini tekshiring. Agar mulk vafot etgan qarindosh nomida bo'lsa, notariusga boring va meros masalasini ko'taring. Keyin qilamiz demang. Har bir kechikkan yil kelajakda muammoni kattalashtiradi. Merosxo'rlar ro'yxatini aniqlang, tug'ilganlik, nikoh, vafot haqidagi guvohnomalarni tayyorlang. Qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ing. 4-qadam. Qarzdorliklarni tekshiring. Soliqdan, bankdan, majburiy ijro byurosidan, kommunal tashkilotlardan ma'lumot oling. Agar qarz bo'lsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Qarzni bo'lib to'lash, kelishuv tuzish, sud qaroriga e'tiroz bildirish yoki ijro harakatlarini qonuniy tartibda nazorat qilish mumkin. Lekin xatlarni olmaslik, chaqiruvga bormaslik, telefonni o'chirish muammoni yo'q qilmaydi. 5-qadam. Agar siz mulk sotib olayotgan bo'lsangiz, hech qachon faqat tilxat bilan cheklanib qolmang. Notarius orqali bitim qiling. Mulk garovda emasmi, taqiq qo'yilmaganmi, sud nizosi yo'qmi, sotuvchining turmush o'rtog'i rozimi, voyaga yetmagan ulushdor bormi, kommunal qarzlar bormi, hammasini tekshiring. Pulni imkon qadar rasmiy yo'l bilan o'tkazing. Shartnomada haqiqiy summa ko'rsatilishiga harakat qiling. 6-qadam. Agar sizga hokimlik, kadastr, ijro organi, sud yoki boshqa tashkilotdan xat kelsa, uni tashlab qo'ymang. Xatning sanasi, raqami, talabi javob berish muddati bo'ladi. Muddati o'tib ketsa, keyin bilmagandim deyish qiyin. Xatga yozma javob bering, nusxasini saqlang. Qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki pochta kvitansiyasini olib qo'ying. 7-qadam. Agar sizga mulkni bo'shating, buzib tashlang, huquqingiz bekor bo'ladi degan talab qo'yilsa, darhol huquqshunosga murojaat qiling. Har qanday talabning qonuniy asosi bo'lishi kerak. Kim chiqardi? Qaysi modda asosida, qaysi hujjatga tayanib, sizga e'tiroz bildirish uchun qancha vaqt berilgan? Bularni aniqlash zarur. Ba'zan odamlar qo'rqib o'z huquqlaridan voz kechib yuboradi. Aslida esa kompensatsiya, sudga shikoyat qilish, mustaqil baholash, ekspertiza talab qilish imkoniyati bo'lishi mumkin. 8-qadam. Qo'shnilar bilan chegara masalasini oldindan hal qiling. Devor, yo'lak, ariq, kirish yo'li, umumiy tom, umumiy devor bo'yicha kelishmovchilik bo'lsa, yozma kelishuv, kadastr o'lchov.
va rasmiy chizma bilan ishlang. Qo'shnim yaxshi odam degan gap bugun ishlaydi. Lekin uy sotilganda yangi qo'shni keladi va hammasi o'zgarishi mumkin. 9-qadam barcha muhim hujjatlarning elektron nusxasini saqlang. Telefoningizda emas, alohida xavfsiz joyda, bulutli xotirada yoki fleshkada. Pasport, kadastr, shartnoma, to'lov kvitansiyalari, sud qarorlari hammasining skaner nusxasi bo'lsin. Chunki asl hujjat yo'qolsa, nusxa sizga tiklash jarayonida yordam beradi. 10-qadam, agar mulkingiz ulushli bo'lsa, oila a'zolari bilan oldindan kelishuv qiling. Kimning ulushi qancha, kim yashaydi, kim xarajat qiladi, kim sotishga rozi, kim rozi emas, bularni ochiq muhokama qiling. Zarur bo'lsa, ulushlarni ajratish, hadya qilish, vasiyatnoma tuzish yoki kelishuvni notarial tartibda rasmiylashtirish mumkin. Oilaviy mulkdagi eng katta muammo hujjat emas, ko'pincha kechikkan kelishmovchilik bo'ladi. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Har qanday yangi tartibdan qo'rqish emas, unga tayyor turish kerak. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, siz mulkingizni qonuniy olgan bo'lsangiz, yer va uy ma'lumotlari mos bo'lsa, sizda o'zingizni himoya qilish imkoniyati kuchli. Agar hujjatlar chala bo'lsa, bugun tartibga keltirish ertaga sudda yurishdan ancha arzon va oson. Demak, asosiy xulosa shuki, yangi qonun mulkni hammadan olib qo'yadi degan vahimali gaplarga ko'r-ko'rona ishonmang. Lekin menda hammasi joyida deb tekshirmasdan yurish ham xavfli. Eng katta xavf hujjatsiz uy, rasmiylashtirilmagan meros, noqonuniy qurilish, yerning maqsadsiz ishlatilishi, katta qarzdorlik va ulushli mulkdagi nizolarda paydo bo'ladi. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq hujjatlaringizni tekshiring. Kadastrni amaldagi holat bilan solishtiring. Merosni rasmiylashtiring. Qarzdorliklarni aniqlang va shubhali bitimlarga kirmang. Mulk bu odamning yillab yig'gan mehnati, oilasining xavfsizligi va kelajagi. Uni himoya qilish uchun vahma emas, aniq hujjat va to'g'ri harakat kerak. Sizda bu mavzu bo'yicha qanday savol bor? Uyingiz, yeringiz yoki merosingiz bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Kommentariyada yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z mulkini ham, asabini ham, pulini ham saqlab qoladi.